Qonaq unida alayda bo'lgan qonaq uni umich tayyorlashni birlikda o'rganamiz. Ajrim uchun meni qo'llab yurak berib, gullarni avatib, qo'shib olishni unutma. Oldi bilan qonaq unini qozonga silib, past o'tda asta yoki rangi ekranda ko'rsatilgan holatga kelguncha qorib tayyor qilib olamiz. Ondan qozonga xosing meg'iz qo'yib, o'xshashla past o'tni qorib olgandan keyin xosing meg'izini ezdigan qachiqqa silib, ekranda ko'rsatilgan bo'yicha un holatda ezib tayyor qilib olamiz. Ondan qonaq uni bilan ezilgan xosing meg'izini bir qachiq qo'yib, ustiga oqqar kunjut qo'yib, cho'kida takshi aralashtirib, kichik quti tayyorlab, qutiga qachilab tayyor qilib olgandan keyin, atigini nashtaga oldirgan chaqda oldin tayyor qilib olgan qonaq undan bir nechta qo'shiq elib, ustiga choy qo'yib, iste'mol qilsak bo'ladi. Mana bizning qonaq uni umuchi tayyor bo'ldi. Qonaq uni To'y kunlarning besim haqiqatan eshib ketdi. Tuqqanlar bichar ota-onalarning beshida har xil g'amlar, besimlar bo'lyotdi. Bugun to'yda mehmonlarning oldiga tisadigan budruq yumshoq qanbak kiyishli qo'ymoq elib keldim. Filmni to'liq ko'rib foydalanib qolsizlar tuqqanlar. Oila ishki saladigan o'lchimini deb beray tuqqanlar to'y to'g'ilay selib qazonsizlar, unning chiqasliga qarata materialni tangsak bo'lg'uchmi. Oldi bilan qachiga 3 tal tuxumni cheqib, aralashtirayotgandan keyin ustiga 50 gram oq shakar, 3 gram echki selib, yana 2 gram yemeklik soda selib, ustiga 300 gram unni selib, mushunara holatga kelganda yana 20 gram yemeklik may qo'yib, qip-qizil yurganizlarni berib aytgandan keyin xamirni silliq yaxshi pishirib, xamirning ustini yeb, o'zidan ikkasi ko'pgacha ko'ptira olamiz. Alt raqamlarini yo'llayotgandan keyin xamirni shunara ko'pganda xamirning ichidagi havolarni chiqarib, pilti qilib kesib olamiz. Yumaloq qilib tayyorlab olgandan keyin nefis qililiqni yayganda kiyib, shishining og'zida o'ttirisini besib elitamiz. Xamirni qilib olgandan keyin silyonni yepib, yana 20 minut xamirni tindirib olsak, intayi yumshoq pek kiyishlik bo'ldi tuqqanlar. Qozonga uzuqliq ilmetlari to'liq xushbiroq barkatlik al-nuriyning tunjiski birinchi darajali qichmaylaridan to'kib, mayni pek qizitmay, normal qizg'anda qo'ymoqni bir-birlab selib normal o'tda sarg'aytib pishiramiz. Al-nuriyning un maylarini men iste'mol qilib kelayotgan uzun bo'lib ketdi tuqqanlar. Bu maslahatlar ximiyalik qo'shimlardan xolisiyansiz bo'g'achqa istilagim tavsiya qilmasligini tuqqanlar. Qaraslar nima degan yumshoq shuncha o'xshagan qo'ymoq tayyor bo'ldi. To'ylar bilan yoki uy kelgan mehmonlarning oldiga chiqqanlar budruq Xamiri intayin yumshoq chürük chiqadigan jusay pörs qilishni o'rganib oling. Nurg'un qizlarimiz so'rdi, pörning xamiriga pagi salamdiq deb pagi samaymiz-a. Bugun buning tafsiliy darsligini video qilib olib keldim. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izlagan topolmay qolsiz. Avval xonjo pintozni muvofiq miqdorda qiziq suvga chilib olamiz. Avval 500 gram unga 5 gram tuz, 300 gram jilman suv. Suvning gradusi cho'qim 50 graduslik issiq suv bo'lishi kerak. Videoda ko'rsatgan bo'yicha xamirimizga yaxshilab uni tindirib qo'yamiz. Endi mingul yeshil o'lchimidagi tunji siqim sapsarang yig'dan qo'yib yaxshi qizitib olamiz. Mingul markasidagi maylarimizga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Qiziquvchilar ayrim uchur qiling. May qizgandan keyin tuxumni sarg'aytib pishirib olamiz. Undan keyin jusayni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'rab olamiz. Undan keyin xonjo pintozni videoda ko'rsatgan bo'yicha ushaq to'g'rab olamiz. Yaxshi ko'rsanglar pintoziga azroq shuncha qo'yib rang berib olsanglar bo'ldi. Men o'zimiz yegan bo'g'ashqa sanmadim. Endi buning tam xurishlaridan azroq zira, shu sanshang ya'ni 13 xil dardarmana, muvofiq miqdorda tuz silib, ta'min tangishib olamiz. Xamir yeyishni dimsami bilsizlar qachon. Panshir jildidan sal cho'ng'aroq qilib yeyib tayyorlab olamiz. Endi buning ichiga liq-miliq qiyma ilib videoda ko'rsatgan bo'yicha tugib tayyorlab olamiz. Mana shunday chiroyli pörlarimiz tayyor bo'ldi. Qozonga azroq may qo'yib o'tin past qilib pishiramiz. Videoda ko'rsatgan bo'yicha pörlansab bo'lgandan keyin 2 minut atrofida dumlab qo'yamiz. Asti oltin rang kirganda ustini o'rib 2 minut atrofida yin dumlab pishiramiz. Bunda pishirgan vaqtimizda xamirimizning xam qilishidan ansirmasak ham bo'ldi. Bu xil usulda etgan pöre 2 kun qo'yib qo'ysangiz hargiz qetib qolmaydi. Nemasam bular degan kunlar bir etib sinab beqing. Haqiqatan bak yeyishlik o'rganib oldingizmi? Kelarki sonni ko'rishaylik, xayr xo'sh.